Assalomu alaykum. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganimiz hikoyani yaqinda Hayotiy Inonch domladan eshitdik. Maskan Quddus, manzil Masjidul Aqso, sana 1972-yil 21-may. Kunlardan juma deb hikoyani boshlaydi Hayotiy Inonch hojamiz. Men va jurnalist do'stim Said Terzo o'g'li ushbu muborak qadamjoni Isroil tashqi ishlar rahbarligi yordamida ziyorat qilmoqdamiz. Masjidul Aqsoni. Quddusning bozoridagi shamoldek yoqdan bu yoqqa kezib yuradigan qahva sotuvchilarini laganlariga tegib ketmasdan biroz yurganimizdan so'ng to'ppa-to'g'ri Masjidul Aqsoga olib keladigan eshik qarshisiga chiqamiz. Ya'ni Me'roj mo'jizasi nafas olgan ilk musulmonlarning qiblasiga. Aynan o'sha yerda birinchi hovli bordirki, u hali ham o'sha Osmonlilar qo'ygan nom bilan ataladi. 12,000 shamdonli hovli deb ataladi. Nega 12,000 shamdonli hovli deb ataladi? Yovuz Sulton Salim 1517-yilda 30-dekabr seshanba kuni Quddusni davlat tarkibiga qo'shganida qorong'i tushib qolgan bir payt bo'lgan ekan. U xufton namozini o'sha hovlida butun qo'shin bilan birga o'qiydi. Qo'shin adadi qancha? Soni 12,000 qo'shin. 12,000 qo'shin 12,000 shamdon yoqib ayvonni yoritadi. Shundan so'ng bu yerning nomi 12,000 shamdonli hovli deb atalgan ekan. Sekin-sekin hikoyaga kirib kelyapmiz. 8-10 qadamlik keng zinapoyalardan odimladingizmi, muqaddas masjidga ulashib ketgan ikkinchi bir hovliga yetib borasiz. Hikoyachi aytadiki, men uni o'sha zinapoyalarning tepasida ko'rdim. Men uni o'sha zinapoyalarning tepasida ko'rdim. Bo'yi 2 metr. Qoq suyak tanasida, quruq suyakdan iborat tanasida g'alati kiyim. Paltomi? Yo'q, palto emas. To'nmi? Yo'q, to'n emas. Kaftanmi? Yo'q, kaftan emas. Ya'ni shunga o'xshagan bir nimalar unga ilinib turardi. Ya'ni u qadar ahvol. Boshidagi do'ppimi, sallami, shapkami nimaligi ma'lum emas. Ya'ni ularning hech biriga o'xshamaydigan nimadir bor boshida. Cho'nqayib turadi boshida nimadir. Men deydi hikoyachi, uni yuziga qarab qo'rqib ketdim. Xuddi uni yuzi hozirgina hosili yig'ib olingan tuproqqa o'xshardi. O qadar yuzini ajin bosib ketgandiki, meni yonimda deydi Isroil tashqi ishlar vazirining boshlig'i Yusuf bor edi. Bizning sobiq fuqaromiz deydi, ya'ni Istanbullik. Men Yusufdan bu odamning kimligini so'radim. Bu g'alati odamning kimligini so'radim. U loqayd bir holda yelka qisdi, ya'ni bilmayman deb javob berdi. Bilganim shuki, bu kishi yillar davomida 3 marta aytyapman, shu yerda bir uyum shag'alday, toshday turgan. Na birovga savol beradi va na birovning savoliga nima qiladi? Javob beradi. Sassiz, sadosiz, jim. Men qanday qilib deydi hikoyachi? Va nima uchun uni yoniga borganimni, qanday yetib borganimni bilmayman hozircha. Unga turkchalab salom alaykum baba dedim, assalomu alaykum otaxon dedim. U osilib turgan qovog'ining ostidan xuddi lezva bilan, jilet bilan tilib qo'yilgandek xira ko'zlarini ochdi deb ta'rif qiladi. Yuzi taranglashdi va u menga qadrdon bo'lgan Anadolu turkchasida javob berdi. Va alaykum salam o'g'il dedi. Qotib qoldim.
va uni muborak qo'llaridan tutib o'pdim. Va peshonamga surdim uni qo'llarini va dedimki, siz kim bo'lasiz otaxon deb undan so'radim. U aytdi, men sizga o'zimni tanishtiraman, lekin avval bilib olingki, u aziz davlatim qular ekan, biz 401 yil 3 oy va 6 kunlik hukmronlikdan keyin Quddusni tark etar ekanmiz. Bu 1917-yil 9-dekabr yakshanba kuni qutulishning imkoni yo'q edi, turishning imkoni yo'q edi. Armiya chekinar, davlat zavol ostonasida turardi. Biz bu yerda ingliz bosqinchilari talon-taroj qilmasliklari uchun masjidni qo'riqlash uchun bu yerda biz qolgandik. Gap shundaki, shaharni zabt etganlar mag'lub bo'lgan armiya askarlarini asir sifatida qabul qilmasdilar. Ya'ni bizni ular asir sifatida qabul qilmadilar. Men dedi u, biz Quddusni yo'qotgan kunimiz shu yerda meni navbatim edi. Quddus qo'ldan ketgan kuni masjidda qo'riqchilik qilish meni navbatim edi. O'sha guruhda edim. Keyin bir muddat jim bo'lib qoldi deb hikoya qilinadi. Men o'sha kuni bu yerda qolgan 20-korpus, 36-batalyon, 8-divizion, 11-og'ir pulemyot komandasi komandiriman. Ismim Hasanman dedi. Yo Rabbiy dedi hikoyachi. Qarasam minora peshtoqiga o'xshagan tarang yelkalardagi boshi ko'zlariga to'tiyo bayroq kabi turardi. Va men uni qo'llariga yana bir marta qo'l uzatdim. U gumburlagan ovozda so'zladi. Shunday dedi: "Senga bir omonatim bor o'g'lim" dedi. Qancha yillardan beri saqlayman ichimda. Omonatni qabul qilasanmi? Albatta, bosh ustiga dedim. Qabul qilaman, ayting. Agar yurtimizga borganingizda yo'lingiz Tokatning sanjakiga tushib qolsa, bu joyni menga ishonib topshirgan mening qo'mondonim yuzboshi Musa afandini toping. Mening salomimni unga ayting. Unga aytingki, xavotir olmasin. 11-og'ir pulemyot komandasi komandiri Ig'dirli Hasan o'sha kundan hozirgacha qoldirgan yeringizda navbatchiligida davom etmoqda. Men dedi shu yerda dedi bitdim. Tamom bo'ldim. Oyog'im meni tutib tura olmaydigan holga keldi. Keyin u yana jim bo'lib qoldi dedi. Tosh yutganday, oyini og'ziga tosh solib olganday. Men uni ko'zlariga yana bir marta qarashga jur'at qildim, o'zimda jasorat topdim. Uning yopiq ko'zlari ortida 4000 yillik payg'ambarlarning o'chog'i bo'lgan sarhad qo'riqchisiga o'xshab ko'rinib ketdi u menga dedi. U ufqni viqor bilan kuzatardi. U hali ham navbatchi soatining boshida edi, u yerda edi. Uni naq 55 yil davomida biz unutganimizga qaramasdan hamon o'z davlatidan bir lahza bo'lsin xafa bo'lmasdan 55 yildan beri eng so'nggi qo'yilgan nuqtasida turardi, qo'riqlardi. Yillar o'tgandan keyin bu hikoya haqida Turkiyada televideniyada eslandi deb hikoyada davom etadi. Bizga buni hikoya qilib bergan ustoz. Mendan xullas bu askarni topishda yordamchi bo'lishlarini, bir vositachi bo'lishlarini iltimos qilishdi. Keyinroq Bardakchi bu haqida yozadi deydi. Hasan o'nboshi bizdan edi deb yozadi. Shuning uchun uni taqdiri unutilgandi. Qarang, Hasan yuzboshi bizdan edi, bizdan bo'lgani sababidan uni taqdiri unutilgandi. Biz uni bir joyda qoldirib kelmadikki, biz uni topsak.
u o'zi qoldi. U jasorat uni jasorati edi, bizniki emas edi. U osmonga bosh cho'zgan buyuk sarf edi. Va biz hatto boshimizni ko'targan bo'lsak ham, shunda yoziladi, fazo ufqiga chiqa olmaydigan qovjiroq o'tlarga aylandik deydi. Xuddi qadriyatlarimizni unutganimiz singari biz u 55 yil qoldirilgan joydan jilmasdan ichidagi olmos ma'naviyatini saqlab qoldi. O'lmaydigan insoniyligini, mo'minligini saqlab turaverdi. 55 yil vatan haqida gapiramiz. Biz uchun muqaddas bo'lgan yerlar haqida gapiramiz. Tushunchalar haqida gapiramiz, to'g'rimi? Biz gapiramiz xolos. Bugungi qahramonimiz Hasan bobo hech kim aytmasa ham, u tuproqlar qo'ldan ketgan bir tuproqlarda vazifalar o'zini kuchini yo'qotgan bir holatda 55 yil vazifasini bajardi. 55 yil hech kim aytmasa ham, hech kim so'ramasa ham, nima uni majbur qildi? Nega u yerda 55 yil uni hayoti yo'qmidi? Uni umri yo'qmidi? Uni yaqinlari yo'qmidi? Uni kutganlari yo'qmidi? Nima uni 55 yil u yerda qoqqan qoziqday ushlab turgan narsa nima? Qaysiki biz unutganimiz u haqiqat nima edi? Musulmonlar uchun, biz uchun muqaddas bo'lgan Masjidul Aqso atrofida buncha muammolar bor ekan, bugungi qahramonimiz Hasan otani taqdiri haqida, uni u yerda ushlab turgan narsa haqida hammamiz bir marta bo'lsin o'ylab ko'rishimiz kerak deb o'ylayman. O'ylab ko'rishimiz kerak, xulosalar qilishimiz kerak. Va Hasan otaga emas, uni bahosini biz bera olmaymiz. Alloh azza va jalla unga bahosini ham, o'rnini ham, darajasini ham o'zi beradi. Biz uni hayotini kuzatib o'zimizga baho berishimiz kerak. Tamam, boshqa nimamiz yo'q. Agar baho berish mumkin bo'lsa. Shunaqa, omon